shoxtar yurgan erkaklarimiz uchun zo'r ish topib berdim. 18 yoshdan teva bo'lgan erkaklarimizni ishga qabul qilyapti. Mana ko'rsating karavotlarimizni. Shunaqangi laminatlarda, tayyor laminatlar keladi. Ikkita yoniga stoyka qilinadi, pol qilinadi. Xullas, karavot yasaladigan joyiga yosh yigitlarimiz bo'lsa, ishga qabul qilyapti. Ishni o'zlari o'rgatishadi. Undan tashqari svarshi akalarimiz bo'lsa ham ishga qabul qilyapti bu tomondan. Ish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Mana bu tomonda svarka qilinyapti. Mana svarshi akalarimiz bo'lsa ham ishga qabul qilinadi. Mana bu tomonda tayyor mahsulotlar mana. Svarkadan chiqdi, krasiya qilinyapti. Bu tomonga laminatlarni qoplab, poli qilinadi. Ikkita stoykasi bo'ladi. Shogird bolalarga oyligini 4 milliondan 4,5 milliongacha qilish berishadi. Svarshilarimiz qilgan ishiga pul olishadi. Bu tomonda kelavering. Mana bunaqangi mahsulotlar chiqariladi. Stol, stul, kreslolar mana. Hali bitmagan ish jarayonlari. Manzillari Marg'ilon shahar, Satga kirib ketmasdan tadbirkorlar zonasining oldida. Telefon bilan yozib qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib keting. Bundan ham zo'r ishlar topib beramiz.